yozilibdi. Kenglik qiling, tenglik qiling deb xuddi bizga atab yozilganga o'xshaydi. Biz ham bo'riday bir-birimizni g'ajib yuribmiz-da hozir. Sizni insofga chaqirish befoyda ekanligini bilsam, Qora. Keling, bir narsaga kelishib olaylik. Meni insofga chaqirmang. Xo'pmi? Qanday yashashni o'zim bilaman. Ha? Kelishdik-a? Gunohim bormi, yo'qmi, qiyomatda ma'lum bo'ladi. Shuning uchun gapni chaynamasdan to'g'ri maqsadga o'tavering. Nimagadir ko'nglim g'ash. Uchalamiz o'tirib bir gaplashib olmasak bo'lmaydi. Nimaga beka? Sen Haydar akayni bilmaysan.